Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana hozirda yana ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Mana 4 ta pog'onlarimiz bor. 680 milligi bor. Keyin mana 1.7 senka ishlab chiqaryapmiz. Ko'proq olsa 660 ham qilib beryapman. Asosiysi hamma yo'q qalin bo'lyapti. 1.7 senka qilib beryapmiz. 680 mingdan boshlanadi. 660 ham qilib beryapmiz. Ob'yomga qarab. Endi mana yerda mana 3 ta pog'onlari bor. Ular 660 mana chiqyapti. Mana shu holat toza 1.7 senka. Shu kraskalari bo'ladi, как положено. Chiroyli qilib berilyapti. Ko'proq olsa, o'sha aytganimdek, hammasiga kelishtirib beriladi. Buni ham nimasi bor, skidkalar qilib beramiz. Ob'yomlariga qarab. 5 kraska olsa, mana shu holati 660. 5 kraska. Endi kelishtirib beriladi hammasi, inshaalloh. Zakaz beraverasizlar. Keyin maytda qilganimiz bor. Mana ular 5 kraska bo'lsa 640 ming, 630 ming chiqaveradi. Qilib beraveramiz. Buni ham qalinligi bexijolat. Endi yupqaroq 1.5 senka desa, uni ham hisobini qilib beraveramiz. Zakazlarimiz bor. Mana yasab tayyorlayapmiz, xudo xolasa. Ko'rasizlar. Zakazlarga qarab 600 minggacha lesalar bor. Maytda mana yaqinda ishlab chiqardik zakazga. 600 milligidan tayyorlab qo'ydik. Olib ketishadi buni. Ko'rishlari mumkin. Mana shu holatni 600 qilib beryapmiz. Paddonlari qalin, profildan 700 kilo ko'taryapti. Mana paddonlarimiz shunaqa. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. 90lik 533 56 53. 90lik 533 56 53. Asosan lesalarimiz 600 mingdan 680 minggacha, 700 minggacha bor. Qilib beraveramiz. Hozir yangicha variant o'ylayapmiz. O'sha atsinkovkasini. Xudo xolasa u ham kelib qoladi. Uni ham xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Bular mana 1.8 senka ularni qilib beryapmiz. Buni ham zakazga tayyorlagandik. Yomg'irda rangi nima bo'lib qoldi. Holati yaxshi. Shu zakaz bersalarning 1.8 senka toza oyoqlari berilaveradi. O'lchab bemalol ko'raverasizlar. Garantiyasi bilan 680 ming 1.8 senka. Zakaz bersalarning qilib beriladi. O'zbekiston tumani Yaypan Qo'qondan 20 kilometr masofada joylashgan. 90lik 533 56 53. Telefon raqamimiz. O'zbekiston rayoni Yaypanda joylashganmiz. Sog' bo'linglar, rahmat.